Assalomu alaykum. Yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan efirda Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarbara Tojiyeva. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 noyabr kuni Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Masato Kando boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat avvalida Osiyo taraqqiyot banki rahbari mamlakatimiz yetakchisini strategik sheriklikning 30 yilligi hamda 2025-2026 yillarda bankning boshqaruvchilar kengashiga raislik O'zbekistonga o'tgani bilan tabrikladi. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar dasturini amalga oshirish doirasida keng ko'lamli hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Hamkorlikda yuksak darajaga erishilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. O'zbekiston bankning mintaqadagi eng yirik hamkori bo'lib qolmoqda. Qo'shma aloqalar portfeli 15 milliard dollardan oshdi. Shuningdek, yashil energetika, transport, raqamli transformatsiya, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda umumiy qiymati 3 milliard dollardan ziyod loyihalar ishlab chiqilmoqda. Suveren bo'lmagan moliyalashtirish mexanizmlari faol joriy etilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 2026-yil may oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan yillik yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston prezidenti bo'lajak tadbir doirasida Osiyo taraqqiyot banki bilan kengaytirilgan strategik sheriklik dasturini imzolash, unda infratuzilmani rivojlantirish, texnik va muhandislik kadrlarini tayyorlash, xotin-qizlar va yoshlarni yangi kasblarga o'qitish, kambag'allikni qisqartirish, ipoteka bozori va xususiy sektorni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratish tashabbuslarini ilgari surdi. Bankning yirik milliy va mintaqaviy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda, shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasida transport, energetika va savdo loyihalarini ilgari surishda faol ishtirok etishni muhim ekanini ta'kidlandi. Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Masato Kando mamlakatimizdagi keng ko'lamli yo'nalishlar natijalarini yuksak baholadi hamda yangi O'zbekistonda ortga qaytmas tus olgan islohotlar dasturini amalga oshirishga har tomonlama ko'maklashishga tayyorligini bildirdi. Bugun vatanimiz bayrog'i qabul qilingan kun. Davlatchilikning eng asosiy ramzlaridan biri bo'lgan bayroq har bir xalq uchun muqaddas sanalib, uning mustaqilligi, or-nomusi va shon-shuhratini ifodalaydi. Doimo o'zbek xalqining shon-sharafi va g'ururidek yuksaklarda hilpirab turgan bayrog'imiz 1991-yil 18 noyabrda O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilingan kundan boshlab davlat suverenitetining ramziga aylandi. 34 yildirki davlat bayrog'i O'zbekiston delegatsiyalarining xorijiy mamlakatlarga safarlari chog'ida davlatimizning chet ellardagi elchixonalari va xalqaro tashkilotlardagi vakolatxonalari, xalqaro konferensiyalar, jahon ko'rgazmalari, sport musobaqalari, yurtimizdagi barcha rasmiy idoralarda ozod va obod vatanimiz timsoli sifatida baland hilpiramoqda. Davlatimiz bayrog'i asrlar osha ulug' o'tmish, bunyodkorlik va yaratuvchanlikka yo'g'rilgan bugungi kunimiz hamda buyuk kelajagimizdan darak berib, har bir yurtdoshimizga faxr, iftixor tuyg'ularini baxsh etaveradi. Barcha yurtdoshlarimizni ushbu sana bilan tabriklaymiz. O'zbekistondagi tinchlik va osoyishtalik bardavom bo'lsin. Bayrog'imiz baland-balandlarda hilpirayversin. O'zbekistonning turli hududlarida 2026-2030 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqish bo'yicha jamoatchilik muhokamalari o'tkazilmoqda. Mazkur tashabbus yuksalish harakati tashabbusi bilan ilgari surilgan. Termiz shahrida o'tkazilgan bugungi jamoatchilik muhokamasida nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning birlashmalari vakillari, mustaqil jamoat faollari, ijtimoiy tadbirkorlar, davlat idoralari, ilmiy tadqiqot muassasalari, mahalla vakillari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tadbir davomida taqdim etilgan konsepsiya loyihasi mamlakatda fuqarolik jamiyati institutlarining rolini yanada kuchaytirish, davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ishonch hamda samarali hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, shuningdek fuqarolarning ijtimoiy hayotdagi faol ishtirokini kengaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Muhokamalarning maqsadi esa konsepsiya loyihasini yuqoridan pastga emas, balki pastdan yuqoriga tamoyili asosida bevosita joylarda fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlagan holda nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoatchilik faollari va ekspertlarning takliflarini umumlashtirgan holda shakllantirishdan iborat.
Bundan tashqari eng muhim masalalardan bittasi fuqarolik jamiyati institutlari bugun o'sha har bir jamoatchilik kengashlari, har bir fuqarodan mahallalarda istiqomat qiladigan aholi qatlami, ya'ni fuqarolarning taklifi asoslarida o'sha masalalarni hal qilish, nodavlat tashkilotlari orqali subsidiya, grantlar asosida ijtimoiy muammolarni hal qilish masalalari to'g'risida fikrlar bildirilyapti. Shu bilan bir qatorda tadbir davomida biz kunning asosiy mavzularidan bittasi bo'lgan davlat tashkilotlari bilan fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi munosabatni va ular o'rtasidagi bevosita uzviy ijtimoiy sheriklik masalalarini yanada barqarorlashtirish masalalariga to'xtalib o'tilyapti. Bugun tadbir davomida o'sha nodavlat notijorat tashkilotlarining barcha vakillaridan, shuningdek jamoatchilik kengashi a'zolaridan, ko'ngilli volontyorlardan va bevosita ijtimoiy tadbirkorlik subyektlaridan yanada bu konsepsiyaning izchilligi, ta'sirchanligini oshirish masalasida ham takliflarni olish va ularning takliflari asosida yangi konsepsiyaning o'sha bevosita mazmun mohiyatiga hududdan kelib chiqqan holda taklif tavsiyalarni umumlashtirishdan iborat bo'ladi. Tadbirda fuqarolik jamiyatining hozirgi holatini, imkoniyatlarini aniqlash, nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqiy asoslari va moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, grantlar, subsidiyalar, ijtimoiy buyurtmalar, ijara imtiyozlari, xorijiy tajribalar asosida davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, fuqarolarning davlat organlari faoliyatidagi ishtirokini kengaytirish, mahallalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, fuqarolik jamiyati institutlarining raqamlashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyatlarini muhokama qilindi. Bu yerda to'planganlar asosan o'zlarini bu fikrlari bilan ishtirok etib, mana shu kelgusida nodavlat notijorat tashkilotlarini rivojlantirish uchun kadrlar zaxirasini yaratish, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalariga ko'proq e'tibor qaratishni, jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun faoliyatini yanada rivojlantirib, mana shu amalga oshirilayotgan ishlarni barchasini oshkorligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi va takliflari bilan ishtirok etishdilar. Endi o'ylaymizki, kelgusida bu takliflar konsepsiyani qabul qilinishda o'z o'rnini topib, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga muhim hissa qo'shadi degan umiddamiz. Muhokamalar yakuni bo'yicha 14 ta hudud kesimida yig'ilgan takliflar tizimlashtiriladi va umumlashtirilgan tavsiyalar ko'rinishida jamoatchilikka taqdim etiladi. Ushbu jarayon fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda ochiq va adolatli jamiyat qurishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 153-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 1-noyabridan 30-noyabriga qadar butun mamlakat bo'ylab kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilmoqda. Termiz davlat universitetida ham inspektorlar har kuni talabalarning huquq va majburiyatlarini, internetdagi xavfsizlik qoidalarini, kibermakon orqali sodir etilayotgan firibgarliklardan o'zini himoya qilish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Darhaqiqat ushbu tashabbus yoshlar o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirib, internetdan foydalanishda ongli va mas'uliyatli yondashuvni shakllantiradi. Shunga muvofiq oliy ta'lim muassasalarida targ'ibot va profilaktika ishlari yanada kuchaytirildi. Talabalar bilan yuzma-yuz muloqotlar tashkil qilinib, ularning muammolarini tinglash va zarur ko'makni o'z vaqtida ko'rsatish ustuvor vazifalardan biri etib belgilandi. Hozirgi kunda Termiz davlat universitetida 2 nafar profilaktika inspektori faoliyat olib boradi. Hozirgi kunda kecha-yu kunduz davomida tutorlar bilan, talabalar bilan birgalikda, ya'ni hamnafas sifatida ish olib bormoqda. Tutorlar bilan profilaktika inspektorlarda alohida hamkorlik shundan iboratki, talabalarning hozirgi kundagi jinoyatga moyilligi bo'lgan talabalarni oldini olish, undan tashqari xotin-qizlar masalalari bo'yicha profilaktika inspektorlari esa qizlar bilan bo'ladigan barcha tabiiy jarayonlarni oldini olish borasida ish olib boriladi. Bularda faoliyati davomida biz bilan doim hamkorligi juda kuchli, chunki talabalar o'rtasida bo'ladigan oddiy huquqbuzarliklar yoki jinoyatchilikni oldini olish borasida biz doim birinchi bo'lib profilaktika inspektoriga murojaat qilamiz va ular bilan maslahatlashib kerakli choralarni ko'ramiz. Hozirgi kunda 2 nafar profilaktika inspektorlarimiz Termiz universiteti 19 ming talaba bo'ladigan bo'lsa, barchasi bilan kecha-yu kunduz davomida faoliyat olib bormoqda.
Ma'naviy, ma'rifiy uchrashuvlarda talabalar kibermadaniyat, jinoyatchilikning oldini olish, huquqiy madaniyatni oshirish, jamoada sog'lom muhitni shakllantirish bo'yicha muhim ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Darsdan tashqari o'tkazilayotgan targ'ibot mashg'ulotlari talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga samarali zamin yaratmoqda. Shuningdek, kun davomida turli sport musobaqalari, jamoaviy faoliyatlar, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan tadbirlar ham o'tkaziladi. Buning natijasida talabalar orasida sog'lom turmush tarzi va faol fuqarolik pozitsiyasi yanada mustahkamlanmoqda. Hozirgi kunda Termiz davlat universitetida xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz. Istiqomat qiladigan qizlarimizni yashash sharoitlari o'rganiladi. Ularga inspektor tomonidan huquqbuzarlikni oldini olish, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha maslahatlar beriladi. Biz doimiy ravishda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor bilan doimiy ravishda mana shu Termiz davlat universitetida barcha o'qiydigan talaba qizlarimiz bilan birgalikda targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz. Bundan tashqari profilaktika inspektorlari ijarada va yotoqxonada yashovchi talabalar bilan muntazam suhbatlar o'tkazib, ularning yashash sharoitlari bilan yaqindan tanishmoqda. Talabalarning xavfsizligi, ularning ta'lim jarayoni uchun tinch va qulay muhit yaratish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Kechki va tungi vaqtlarda amalga oshiriladigan profilaktik reydlar esa talabalarning hayoti va dam olish vaqtida tartib-qoidalarga rioya etilishini ta'minlashga qaratilgan. Hammamizga ma'lumki, yurtimiz bo'ylab 1-noyabrdan 30-noyabrgacha kiberxavfsizlik oyligi o'tkazilyapti. Ushbu targ'ibot tashviqot ishlarini biz talabalar o'rtasida keng qamrovli amalga oshirmoqdamiz. Ish faoliyatimiz davomida Termiz davlat universitetining talabalarining o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilik qurboniga aylanib qolmaslik maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda talabalar turar joylarida istiqomat qiluvchi talabalarni hamda ijara xonadonlarini ham muntazam o'rganib kelmoqdamiz. Xulosa o'rnida aytganda, kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasidagi keng ko'lamli tashabbuslar talabalar orasida raqamli savodxonlikni oshirish, internetdan ongli va xavfsiz foydalanish madaniyatini shakllantirish, shuningdek ularni turli kiber tahdidlardan himoya qilishga xizmat qilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida yo'lga qo'yilgan tizimli targ'ibot, profilaktika va ma'naviy ma'rifiy ishlar natijasida yoshlarning mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasi, sog'lom turmush tarzi hamda ijtimoiy faolligi yanada mustahkamlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha, ertaga 19-noyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Kechasi 4-9, kunduzi 16-21 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.